O maras, sen gadoy bo'lsang ayb mendanmi? Sotib olana bozorda sotyapti nasos. Nima qilasan, meni eshigimga kelib boshimni ortib, yo'qol bu yerdan. Kelinglar, nima xizmat? Siz o'zi birovni haqqidan qo'rqasizmi? Tushunmadim. Ne unaqa deyapsiz? O'zi bizda gaz pas bo'lsa, siz yana nasos qo'ydiryapsiz. Boyvachchaman deb hamma narsani qilaman deb o'ylayapsizmi? Bizda ham bola chaqa bor. Bunda bizani ham o'ylang. O maras, sen gadoy bo'lsang ayb mendanmi? Sotib olana bozorda sotyapti nasos. Nima qilasan, meni eshigimga kelib boshimni ortib, yo'qol bu yerdan. Agar kimgadir churq etadigan bo'lsalaring, urug' aymog'im bilan kuydiraveraman. Tushundingmi, ikkalanglar? Gadoylar. Kelishilgan shartnoma. Qanaqasiga aytmayman o'kitadi, sen qatga qarading. O'xshamagan sababi bizani haqqimiz bo'lmasa kerak-da. Haq emasligini sen qatdan bilasan. Olmami hujjatni, yo'qot. Bolalaring bilib ishlaring qillaring. Xo'p. Haqqi tushuntiradi. U yerga lekin boplabsan o'rtoq. Aytgancha mana bu duh-konturning kat yo'lda hozirgi paytda ichiga turbo motorchik qo'yilgan. Har xil firmalarda eshitdim-da. O'shunaqa narsa qo'ydiradigan bo'lsang, shonga nasosga o'xshab turib, shunaqa baland yoqib beradi, o'rtoq, gazing fishillab yonib turadi. Ko'rmadingmi shu narsani? O'rtoq, sen aytayotgan turbo motorchiklarni oldingi paytda odamlar ilmsiz bo'lganligidan qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda birovni haqqi degan narsa ham bor. Mana men ishlatayotgan katyolga keladigan bo'lsak, bu Fabienda o'rtoq 0.3 bar o'zida yonadi. Uni nima keragi bor unaqa motorchiklar qo'yib birovni haqqini yeb? Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha, senim tinchlikmi? Uyimiz yomon sovib ketdi. Oldimizda bitta ikkita boy qo'shilib katyolga turbo motorchik o'rnatib olishibdi. Bizga gaz kelmayapti. Yuzga borib turaylik. Kevur mayli. Boyvachchaman deb hamma narsani qilaman deb o'ylayapsizmi? Bizda ham bola chaqa bor. Bunda bizani ham o'ylang. Biza olgan video haqida nima deysizlar? Kommentariyada fikrlarni qoldirsanglar juda ham xursand bo'laman. Ha, aytgancha, storyga qo'yib, like bosib, tarqatib qo'ysanglar, shunaqa insonlarga yetib borsa, qancha insonlarga manfaatli bo'lardi. Rahmat, sog' bo'linglar.